Kanadaga kelish qiyin, bu rost, lekin ko'pchilik ko'zdan qochadigan bir usul bor. Kanadaning nisbatan chekkaroq hududlariga immigratsiya qilish orqali BDVga kelish imkoni ham mavjud. Xo'sh, bu yo'l bilan borish osonroqmi? Buning uchun taklifni olish zarurmi? O'sha chekkaroq hududlarga borgandan so'ng katta shaharlarga ham ko'chib ketish imkoni mavjudmi? Borish uchun qancha vaqt ketadi? Videoning oxiriga borib, bu usul sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi va albatta Kanadaga kelishda bu yo'l bilan qanday qilib to'g'ri strategiya tuzish zarurligini bilib olasiz. Barchaga Kanadadan salom. Ismim Alimardon va men bugungi kunda Kanadaning Yukon provinsiyasida litsenziyaga immigratsiya advokatiga shartnoma asosida assistent bo'lib ishlayman. Kanadaga esa o'qish orqali kelib qolib ketganman, mazkur davlatda oilam bilan birga yashab kelmoqdaman. Xo'sh, aynan kim uchun chekkaroq hududlarga borish to'g'ri keladi? Express Entry dasturi orqali yetarli ball to'play olmaydiganlar yoki fransuz tilini o'rgana olmaydiganlar yoki o'rganishga qiynaladiganlar aynan chekka provinsiyalarga immigratsiya qilishi bu ular uchun imkoniyat eshigini ochishlari mumkin. Aynan shunday provinsiyalardan biri bu Saskachevan. Mazkur provinsiya ko'rinishi va yashash sharoitlari bo'yicha qo'shimcha videolarni ushbu video ostida qoldiraman. Ularni ko'rib kommentlarga yozingchi kim shu kabi hududlarga kelib yashagan bo'lar edi. Sizga ma'qul bo'ladimi? Fikrlaringiz biz uchun qiziq. Endi esa programma bo'yicha tushuncha bersam. Ushbu viloyatning immigratsiya programmasining nomi International Skilled Worker Occupation in Demand, ya'ni aynan ushbu viloyatda ehtiyoj yuqori bo'lgan kasb egalari uchun mo'ljallangan. Ya'ni ma'lum bir kasblar ro'yxati bor va ushbu kasblar ro'yxatidagi mutaxassislar hozirgi kunda aynan ushbu viloyatga juda ham kerak va yetishmayapti. Yillik kvotasi esa 4700 dan ortiq. Hozir ham yaqin kelajakda ham Kanadaning nisbatan chekkaroq provinsiyalariga yanada ko'proq immigrantlar kerak bo'lmoqda. Ko'pchilik chekkaroq hududlarga borishni istamagani uchun bu programmalar unchalik ommalashmagan. Lekin aslida bu hudud juda ham chekka joy emas va siz uchun ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Bu programma talablari nisbatan yengilroq. Ya'ni eng yengil taraf shundaki, bunda o'sha provinsiyadan ish taklifini olish, ya'ni job offer olish shart emas. Til daraja, ta'lim daraja, ish tajribalariga ham unchalik baland talablar qo'yilmagan. Ayniqsa tibbiyot, qishloq xo'jaligi, hunar egalari sohalari uchun alohida imtiyozlar bor. Boshqa soha egalari esa umumiy imkoniyatlarga ega. Xo'sh, qancha vaqt ketadi bu yo'l bilan Kanadaga kelishga? Avvalo, Saskachevan viloyati mahalliy hukumatining qiziqish doirasiga tushishi yetarli. Ya'ni viloyatning maxsus portalidan akkaunt ochiladi va ariza beriladi. Ariza 1 yil davomida amal qiladi. 1 yil davomida kasbingiz va ballingizga qarab taklif olsangiz, doimiy yashovchi statusga hujjat topshira olasiz. Taklif olgandan keyin jami hujjatlar uchun o'rtacha 6 oy vaqt ketadi. Biroq qachon taklif olish ko'p jihatdan omadga, provinsiyaga, ayni paytda kerak bo'lgan kasb ehtiyojiga va noziklik potensialiga bog'liq. Agarda 1 yil davomida taklif olinmasa, kelasi yil akkaunt yana yangilab qo'yiladi. Ballni oshirish uchun esa ingliz tilini kuchaytirish yoki ta'lim darajasini oshirish mumkin. Shunday savol tug'iladi, bu joylarga borgandan so'ng faqat o'sha yerda yashash kerakmi yoki ko'chib ketsa ham bo'ladimi deb. Yaxshi yangilik shundaki, o'sha hududga borgandan so'ng biroz muddat, masalan 6 oy yashab bergach, keyin boshqa hududga ko'chib ketsa ham bo'ladi. Yoshga talab qo'yilganmi? Aslida tilni biluvchi oilada asosiy nomzodning yoshiga cheklov qo'yilmagan. Oiladan bir kishi tilni bilsa yetadi. Ta'lim darajasi qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi. Minimum kollej yoki litsey tugatgani talab qilinadi. Bakalavriat bo'lsa undan ham yaxshi, magistr yoki PhD bo'lsa eng yaxshisi. Lekin faqatgina 9 yoki 11 yillik maktabni tugatgan bo'lsangiz yetarli ball to'plash qiyin bo'ladi. Ushbu programma talablari va boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni video ostida qoldiraman. Bizga shaxsan bog'lanish va amaliy huquqiy yordam uchun mana bu saytdan foydalaning. Agarda sizga ham Kanadaga kelish bo'yicha amaliy huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga mana bu saytdan bog'lanish mumkin. Eslatib o'taman, ko'rsatiladigan xizmatlar litsenziyaga ega Immigratsiya Ronaldo Konsepsion boshchiligidagi jamoamiz tomonidan amalga oshiriladi. Men bu jamoada shartnomaviy asosda yordamchi assistent bo'lib ishlayman. Barcha immigratsiya masalalari va maslahatlar litsenziyaga ega konsultant tomonidan hal qilinadi.